O'zbek shou-biznesidagi mashhur aka-ukalar bu haqida bilarmidingiz? Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqida. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Ba'zi aktyorlarning qondosh ekanini hattoki tasavvur ham qilmagansiz. Bundan tashqari bir inson deb o'ylagan aktyorlarimizning aslida egizagi borligini ham ko'pchilik bilmasa kerak. Botir va Farruh Zokirov mashhur aka-uka san'atkorlar bo'lib, san'atkorlar oilasida tug'ilgan. Otasi opera xonandasi Karim Zokirov, onasi musiqachi Shohista Saidova edi. Botir Zokirov o'zbek estrada san'atining asoschisi, ko'p tillarda kuylagan va xalqaro sahnalarda tanilgan xonanda edi. Xonanda Parijdagi mashhur Olimpiya sahnasida chiqish qilgan ilk o'zbek san'atkoridir. U 48 yoshda saratondan vafot etgan. Milliy estrada san'at instituti va estrada simfonik orkestri Botir Zokirov nomi bilan ataladi. Toshkentda haykali o'rnatilgan. Farruh Zokirov Yalla ansamblining rahbari, taniqli bastakor va estrada xonandasi bo'lib, ko'plab davlatlarning xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. U buyuk xizmatlari uchun va el-yurt hurmati ordenlari bilan taqdirlangan. Aka-ukalar o'zbek san'atini boshqa millat vakillariga ham tanitgan ijodkorlardir. Iskandar va Samandar Hamroqulovlar mashhur aka-uka san'atkorlar. San'atkorlar oilasida tug'ilgan. Otasi Rustamali Hamroqulov O'zbekiston xalq artisti edi. Iskandar aktyor va qiziqchi sifatida tanilgan, satirik chiqishlari bilan mashhur. Samandar esa aktyor va boshlovchi. U 2007-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgan. Obid Yunusov va Hasan Rajabiy aka-uka bo'lib, ular Rajabiylar sulolasining mashhur vakillaridir. Ularning otasi Yunus Rajabiy taniqli musiqachi va bastakor edi. Obid Yunusov O'zbekiston xalq artisti unvoniga ega bo'lgan, teatr va kinoda ko'plab rollarni ijro etgan. U 2015-yilda vafot etgan. Hasan Rajabiy esa maqom xonandasi, sozanda va bastakor, O'zbekiston xalq hofizi unvoni sohibi. Aka-ukalar o'zbek san'atida chuqur iz qoldirgan ijodkorlardir. Alisher Fayz va Xurshid Turdiyev aka-uka san'atkorlar bo'lib, Namangan viloyatida tug'ilgan. Rashk qilasanmi, baxtlimisan ayt, Asal onam kabi qo'shiqlari muxlislar qalbidan joy egallagan xonanda. 2012-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan, artist unvonini olgan. Ukasi Xurshid Turdiyev ham xonanda va bastakor sifatida faoliyat yuritadi. Xayrulla va Yodgor Sadiyevlar taniqli aka-uka aktyorlar bo'lib, mashhur aktyor Habib Sadiyevning farzandlari. O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Sadiyev teatr va kino aktyori, dublyaj ustasi. Akasidan 6 yosh kichik Yodgor Sadiyev ham aktyor va rejissyor. U xalq orasida Shaytanatdagi Asadbek roli bilan mashhur. Aktyorlar Shaytanat serialida birgalikda rol ijro etgan. Serial ularning birgalikdagi qatnashgan eng mashhur loyihalaridan biri. Anvar va Og'abek Sobirovlar xorazmlik mashhur aka-uka xonandalar. Og'abek Sobirov bastakor va estrada xonandasi bo'lib, O'zbekiston xalq artisti unvoniga ega bo'lgan. Ukasi Anvar Sobirov esa Begona Bahor filmidagi rolidan so'ng muxlislar e'tiboriga tushgan. Namanganlik aka-uka Muhriddin va Husniddin Xoliqovlar san'atkorlar oilasida ulg'aygan. Otasi hofiz, onasi shoira bo'lgan. Muhriddin Xoliqovning Nargiz, Pariroy sanamlar, Bugun seni uzatamiz qo'shiqlari hanuzgacha sevib tinglanadi. U 2001-yilda avtohalokatda vafot etgan. Ukasi Husniddin Xoliqov ham xonanda va bastakor sifatida faoliyat yuritgan. 2005-yilda kasallikdan vafot etgan. Hozirda uning qizi model, instablogger Farangiz Xoliqova otasining qo'shiqlarini boshqa san'atkorlar kuylashini taqiqlab qo'ygan. Oybek va Ulug'bek Xolmedovlar taniqli aka-uka san'atkorlar bo'lib, ijodiy muhitda ulg'aygan. Otasi Mirzabek Xolmedov so'z ustasi va qiziqchi, Oybek xonanda va bastakor sifatida faoliyat yuritadi. Mashhur qo'shiqlar muallifi. Ulug'bek esa xonanda va shoumen bo'lib, o'zining konsert dasturlari bilan tanilgan. Sobit va Obid Asomovlar o'zbek san'atining taniqli marhum aka-uka qiziqchilari. Sobit Asomov aktyor sifatida sahnalarda faol bo'lib, 1996-yilda sahnada yurak xurujidan vafot etgan. Obid Asomov esa aktyor va hajviy guruh rahbari bo'lib, 1989-yilda Obid A hajviy guruhini tashkil qilgan.
U televideniye va kinoda faoliyat yuritgan, Rossiya teleshoularida ishtirok etgan. Qiziqchi 2018-yilda yurak xurujidan Toshkentda vafot etgan. Behzod va Ulug'bek Muhammadkarimovlar o'zbek teatr va kino sohasining taniqli aka-uka san'atkorlari. Behzod Muhammadkarimov 1988-yildan buyon O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyat yuritib, Buyuk Amir Temur, O'tgan kunlar va Shaytanat kabi filmlarda bosh rollarni ijro etgan. Hozirgi kunda esa dublyaj sohasida ham faoliyat yuritadi. Ulug'bek Muhammadkarimov ham kino va teatrda faol bo'lib, Jasur va Shovqin kabi filmlarda rol ijro etgan. U haqida ma'lumotlar nisbatan kamroq bo'lsa-da, aktyor san'at sohasida o'z o'rniga ega. Shohruxxon va Muhammadali Navruzovlar o'zbek shou-biznesida taniqli aka-ukalar bo'lib, xonandalik va aktyorlik sohasida faoliyat yuritadi. Shohruxxon 1985-yilda tug'ilgan, onasi rejissyor Zebo Navruzovaning Bo'rilar filmidagi bosh roli unga mashhurlik olib kelgan. 2008-yilda Nihol mukofoti bilan taqdirlangan. Muhammadali Navruzov 1991-yilda tug'ilgan. U ham aktyor, rejissyor. Muhammadali komediya janridagi filmlarni suratga oladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.